Assalomu alaykum, sizlar podpischiklari. Bugun 11-oktyabr. Berimizda do'stlar monitor qurilmoqda. Katta monitor parkning oldida. Prямо Prekroskaning oldida desa-da bo'ladi. Buyog'i milisaxonaga prямо qarab turibdi. Ulug'ligi примерно 4 ga 3 do'stlar. Xudo xolasa ertangdan boshlab ishga tushadi. Bugun qurib уже tilarni betonlab ketdilar. Betonlar ham sveji turibdi mana. Ertangdan boshlab ishga tushadi do'stlar. Prямо parkning oldida, Prekroskaning oldida. Buyog'i bank. Ishlab boshlagandan keyin ham xudo xolasa videoga tushiramiz qanday ishlab turganini.